Diqqat, shoshilinch xabar. Buxoroda 24 yoshli ayol plastik operatsiyadan so'ng vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Siz Gulita va qisqa xabarlar kanalidasiz. Kanalimizga xush kelibsiz. Yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, kanalimizga hoziroq podpisatsiya tugmachalarini bosib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib ketishni ham unutmang. Ma'lum bo'lishicha, 2001-yilda tug'ilgan Shahriza Begim Xoliqova 2025-yil 25 sentyabr kuni Buxoro shahridagi xususiy klinikada plastik jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Marhumaning opasi Husunbonu Karimova Instagram sahifasida yozishicha, operatsiya oldidan zarur tahlillar o'tkazilmagan. Qon tahlili faqat operatsiyadan 2 soat oldin olingan bo'lib, qonda gemoglobin darajasi juda past ekani aniqlangan. Shuningdek, operatsiyadan oldin peshob tahlili va EKG ham amalga oshirilmagani aytilmoqda. Shunga qaramay shifokor jarrohlik amaliyotini o'tkazgan. Operatsiyadan so'ng ayolning ahvoli keskin yomonlashgan. Shifokor o'zini xususiy klinikasida xodimidan olingan qonni to'g'ridan-to'g'ri bemorga kuydirgan. Shundan so'ng bemorning buyraklari ishdan chiqqan va u 27 sentyabr kuni Buxoro shahar shifoxonasida jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Opam bir oy o'lim bilan kurashdi. 24 oktyabr kuni shifokor Toshkent shahriga olib borish zarurligini aytib, ota-onamga imzo qo'ydirib oldi. Toshkent shahridagi shifoxonaga yetib borguncha opamning yuragi urishdan to'xtadi. 6 yoshli o'g'li va 3 yoshli qizi yetim qoldi, deydi marhumaning Kunuz bilan bog'langan ukasi. Hozircha holat bo'yicha rasmiy izoh berilmadi, deyiladi xabarda.